Assalomu alaykum barchaga. Demak, navbatdagi kun masalasi yechimini ko'rib chiqamiz. Sevinchning energiya almashinuvi jarayonida jigar hujayrasida, jigar va muskul hujayrasida jami 3780 gramm glyukoza parchalangan. Uni 180 ga bo'ladigan bo'lsak, 21 mol glyukoza parchalangan va shundan 2520 gramm glyukoza to'liq parchalangan. Demak, bu bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda 14 mol glyukoza to'liq parchalangan va jamida ayiradigan bo'lsak, bu yerda 7 mol glyukoza chala parchalangan bo'ladi. Muskul hujayrasida parchalangan glyukoza va ATFning nisbati o'zaro 1 ga 29 nisbatda. Demak, belgilab olamiz. Jigar sitoplazmasida jami 14 molekula suv hosil bo'lgan. Savolda jigarda sintezlangan jami ATFlar sonini hisoblash kerak. Masalamizda jigarning sitoplazma bosqichi bo'yicha hisoblaymiz. Demak, 1 molekula glyukoza sitoplazma bosqichida 2 molekula suv hosil qiladi. 14 molekula suv hosil bo'lishi uchun bu yerda 7 molekula glyukoza parchalangan bo'lishi kerak. Biz jami jigar va muskul hujayrasidagi glyukoza molini bilamiz. Ya'ni 21 mol glyukoza parchalangan. Undan jigarni ayiradigan bo'lsak, muskulga 14 mol glyukoza to'g'ri keladi. Masalamizning keyingi qismida ATF bo'yicha hisoblaymiz. Demak, biz muskul hujayrasida parchalangan glyukozani x deb olgandik. ATF undan 29 barobarga ko'p. Demak, dastlab sitoplazma bosqichidagi ATF hisoblanadi. Bu yerda 2x ATF sitoplazma bosqichida hosil bo'lgan. Jami ATFdan sitoplazma bosqichida hosil bo'lgan ATFni ayiradigan bo'lsak, bu yerda 27x, ya'ni mitoxondriyadagi ATF kelib chiqadi. Agar uni biz 36 ga bo'ladigan bo'lsak, bu yerda to'liq parchalangan glyukozani nisbatini beradi, ya'ni 0.75 x molekula glyukoza to'liq parchalangan. Demak, biz glyukozani jami parchalangan x deb olgandik. Agar undan 0.75 ni ayiradigan bo'lsak, bu yerda 0.5x glyukoza chala parchalangan bo'ladi. Bu yerdan nisbat oladigan bo'lsak, ya'ni bularning yig'indisi 14 mol glyukoza, chala parchalangan glyukoza demak 3 ga 1 nisbat bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 3,5 mol glyukoza chala, 10,5 mol glyukoza bu yerda to'liq parchalangan. Shu yergacha hisoblagan narsalarimizni umumlashtirib olamiz. Demak, muskul hujayrasida jami 14 mol glyukoza parchalangan. Demak, shundan to'liqi 10,5 mol glyukoza, chalasi 3,5 mol glyukoza. Bizda jami, ya'ni jigar va muskul hujayrasidagi to'liq parchalangan glyukoza miqdori bor. Demak, bu yerdan muskulni ayiradigan bo'lsak, jigar hujayrasidagi to'liq parchalangan glyukozani beradi. Demak, jigar hujayrasida bu yerda hisoblaganmiz 7 molekula glyukoza parchalangan. Biz jami to'liq parchalangan glyukoza, ya'ni 14 moldan muskuldagi 10,5 mol glyukozani ayiradigan bo'lsak, jigardagi to'liq parchalangan glyukoza molini topamiz. Ya'ni 3,5 molekula bo'ladi. Jami 7 dan ayiradigan bo'lsak, bu yerda chala parchalangan glyukoza ham 3,5 molekula glyukoza ekan. Savolimizda jigarda sintezlangan jami ATFlar sonini hisoblash kerak. Bilamiz, to'liq parchalangan glyukozani topish uchun, ya'ni ATF topish uchun 38 ga ko'paytiramiz. Bu yerda 133 ATF hosil bo'ladi. Chala parchalanish uchun 2 ga ko'paytiramiz. Bu yerda 7 molekula ATF hosil bo'ladi. Demak, jami parchalangan ATFni so'ragani uchun bularni qo'shamiz. Demak, bu yerda 140 molekula ATF hosil bo'lgan ekan. Javob C variant.